Buyuk fransuz yozuvchisi Albert Camus qalamiga mansub Begona qissasi uning nomini dunyoga tanitdi. Asar 1942-yilda nashrdan chiqqach, ko'pgina adabiyotshunoslar va tanqidchilar tomonidan yuksak baholanib keldi. Begona qissasining birinchi nashri bor yo'g'i 4400 nusxadan iborat bo'lib, u juda oz edi. Shuning uchun u katta miqdorda sotilgan kitob bo'la olmadi. Roman fashistlar tomonidan Fransiya bosib olingan paytda nashr etilganligi sababli propaganda shtafeli uni senzura qilish ehtimoli bor edi. Ammo istilochi hokimiyatning vakili unda o'z ishiga zarar yetkazadigan hech narsa yo'qligini his qildi. Shuning uchun u qo'shimchalarsiz nashr etildi. Roman uzoq vaqtdan beri 20-asr adabiyotining klassikasi hisoblanganligi. Le Monde uni asarning 100 kitobi ro'yxatida birinchi o'ringa qo'yadi. Asarda bosh qahramon Mersa ismli shaxs bo'lib, u jamiyatda o'rnatilgan odob-axloq qoidalaridan begonalashib ketgan. U hayotda nima uchun yashab kelayotganini bilmaydi. Hech qanday maqsadsiz yashaydi. Unga hech kimning keragi yo'q, hatto onaning ham. Mersa xuddi manqurtga o'xshaydi. Uning hayoti o'ta beg'am va betashvish. Unga hech qanday insoniy tuyg'ularning zarracha ta'siri yo'q. Mersa nima uchun arabni o'ldirib qo'yganligini tushuntirib bera olmaydi. Quyoshni to'sdi degan bahona qilib o'zini oqlaydi. Ushbu asar o'lim bilan boshlanib, o'lim bilan yakunlanadi. E'tiborlaring uchun rahmat.